Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan video davomida eylaynerlarning narxi qancha, kimlarga qo'ysa bo'ladi, qachon qo'ysa bo'ladi, shular haqida suhbatlashamiz. Eylaynerlarga qo'yishga ko'rsatma, ular necha yoshdan boshlab qo'yilsa bo'ladi. Eylaynerlarni bolalarda ham qo'yish imkoniyati bor. Sababi doimiy tishlarimizda yuqorgi frontal tishlarimiz va pastki frontal tishlarimiz 7-8 yoshda chiqadi va shuning uchun 10 yoshlar atrofida o'sha bolalarda ham eylaynerlarni ishlatsa bo'ladi. O'zi asosan hamma prikusini, tish qatorlarini to'g'irlash uchun 14 yoshdan keyin qo'llash maqsadga muvofiq hisoblanadi. Eylaynerlarni imkon qadar muammosi uncha katta bo'lmagan tish qatorlari notekisligida, faqatgina tishlarni o'zida qiyshiqlik yuzaga kelganda ishlatgan maqsadga muvofiq. Sababi u ko'proq tishni to'g'irlash bilan, tishlarni tekislash bilan ishlaydi. Suyaklarda, jag'larda qandaydir muammolar bo'lsa, unda asosan suyakni o'stiruvchi apparatlar yoki braket sistemalari yordamida tishlarni tekislash maqsadga muvofiq bo'ladi. Eylaynerlarni o'ziga xos plus tomonlari va minus tomonlari mavjud. Eylaynerlarning plus tomonlaridan biri uni shaffofligi, ya'ni uni ko'rinmasligi. Sizni tishlaringizni tekislanayotganini atrofdagilar hech kim bilmaydi va bu sizga anchagina qulaylik chaqiradi. Va uni yana bir qulayliklardan biri uni yechilishida. Sababi u yechilgan holatda ovqatlanishingiz mumkin. Ya'ni mahsulotlarni iste'mol qilinganda uni yechib turilgan holatda iste'mol qilishga to'g'ri keladi. Bu sizga anchagina qulaylik keltirib chiqaradi va hech qanday ovqatlardan chegaralanish bo'lmaydi. Minus tomonlardan biri ham xuddi shunday, uni yechilishi. Siz agar uni bir kun davomida 22 soat taqmasangiz, bu sizni tishlaringizni tekislanmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun kamida bir kunda 22 soat taqish tavsiya qilinadi. Yana bir minus tomonlardan biri, bu hammada ham bo'lavermaydi, lekin ba'zi bir bemorlarda uchrab qolishi mumkin. Bu o'sha eylayner materialiga bo'lgan allergiya, ya'ni odamda unga nisbatan har xil muammolar keltirib chiqarishi yoki allergik reaksiyalar berishi mumkin. Shuning uchun mana shu holatlarda uni ishlatish sal qiyinroq va juda ham murakkab holatlarda eylaynerlar bilan tishlarni to'g'irlash yetarlicha bo'lmaydi. Bunday holatlarda braket qo'yish tavsiya qilinadi. Eylaynerlarning o'rtacha narxi 500 ming so'm. Shuning uchun endi eylaynerning soniga bog'liq. Agar sizga 50 ta dona eylayner ketadigan bo'lsa, o'sha 500 ming so'mni 50 ta donaga ko'paytirishingiz kerak bo'ladi. Agar sizda tishlaringiz bu darajada qiyshiq bo'lmasa, ularning soni kamayadi. Ya'ni 15 ta yoki 10 ta eylayner bilan tishlaringizni tekislatsangiz, unda summasi, narxi arzonroq bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimga obuna bo'lishni unutmang, like bosish esdan chiqmasin. Shunda foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysiz. Ko'rishguncha xayr.